Yuragimni ezar bir savol. Sizda bitta muhim gapim bor. Faqat buni jiddiy qabul qilasiz. Xo'p, gapir. Yana nimani boshlading? Kulmang. Men sizga jiddiy qabul qiling dedim-ku. Xo'p. Men o'ylab ko'rdim. Siz bilan baxtli bo'lishga ko'zim yetmayapti. Nima? Shunda 3 yildan beri sevaman deb aldab yurganmiding? To'g'ri sevaman, lekin hayotda sevgidan ham muhimroq narsalar bor. To'xta, sen menga aniq prank qilyapsan. Kamerang qaysi tomonda? To'g'risini ayt. Qanaqa prank? Uyimizga boy oiladan sovchilar keldi. Mana taklifnoma. To'y kuni aniq. Borsangiz juda xursand bo'lardim. To'y kuni taklifnoma tashlab ketdi. Sevaman deb ko'zlarim yoshlab ketdi. Ha, aytganday, keyingi hayotim bo'lganda ham faqat seni sevgan bo'lardim. To'xtang desam, dugonasi olib ketdi. Kambag'allar yurak yo'q sevadigan. Yana bir sen kabi janon borligiga. Siz nimaga keldingiz bu yerga? Inson sevganining yoniga nimaga kelishi mumkin? Jinroqmisiz? Men sizga hammasini tushuntirib berdim-ku. Seni ko'rgani keldim. Bitta iltimos. Oxirgi marta bitta kulib ber. Kul. Shu kulging bilan xotiramda muhrlanib qolgin. Bo'ldi. Keting. Axir bugun meni to'yim bo'lyapti. Bilaman. Ketaman. Lekin seni hech qachon unutmayman. Har doim qalbimdasan. To'xtang. Hali vaqtimiz bor. Chimildiqqa ham hali kirmading. Iltimos, men bilan keta qol. Oshig'ingman, telbaginamsan, hayotimsan, bittaginamsan. İşon yaşar, olmaydı sensiz. Ben bu dünyayı sen varsın diye seviyorum. Neyleyim sensiz ben, böylesi uzun bir yolu. Yanımda olmana ihtiyacım var. İhtiyacım var, her haline muhtacım, inan muhtacım ben. Yanımda olmana ihtiyacım var. İhtiyacım var, her haline muhtacım, inan muhtacım ben.